Bismillahirrahmanirrahim. Nadi iduq, nagi kep qalduq. Nima qilish kerak? Abduri Muhammad Yusuf. Shaksiz haqiqat shuki, islom dini qad ko'tarish dini, aziz yashash dini va xorliq, zabulliq xotimi berish dinidir. Bu haqiqatlarni suyumlik payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hayotidan, sahobalarning siratidan ve İslam'ın altın devirlerde yaşayan Müslümanların kudretinden görüp gelivatimiz. Biz nerede idik? Allah Teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Yani biz seni alemlerge fakat rahmet kılıp da avattık deydi. Yani şunun bilen birlikte cimi müminlerge وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ Yani düşmenge takabul turuş üçün ulağı karşı kolunlardan kelişçe köş, can eti tayarlanlar. Bunun bilen Allah'ın düşmanını, özünlarının düşmanını ve ulardan başka düşmanlarını korkutsizlar deb kudret tepişqa, küçülünüşke buyurgan. Rahmet degan söz kuyunish, mehribonlik ko'rsatish, yaxshilik qilish, rahim shafqat qilish degan ma'nolarni ifodalaydi. Bu din rahim shafqat qiladigan, yaxshilik qilishni targ'ib qiladigan, shuning bilan bir vaqtda dushmanlarga qat'iylik qiladigan, bo'zaq qilishga va bo'zaq qilinishga yo'l qo'ymaydigan, ojizlarni qo'g'dab, zolimlarni jazolaydigan dindir. Alloh taolo kuch-quvvat bilan qalbini iymon bilan bog'lanishlik qilgan. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Yani g'albi Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'minlarga mansubdir. Bizning dinimiz musulmonlarni kuchli bo'lishga, bir qo'lida Qur'on, yana bir qo'lida qilich tutib, ko'rash qilishga buyurgan dindir. Payg'ambar alayhisalomning kuchli mu'min, ojiz mu'mindan yaxshi va Allohga eng yaqinliqdir. Hammasida yaxshilik bor degan so'zi buni ifodalaydi. Allah Teala'nın iki kanunu var bulup, biri tabiat kanunu, yani biri şeriat kanunudur. Tabiat kanunu Allah Teala kainatı bekitip etken kanuniyet bulup, o insan fakat özü işleyen işinin neticesini gördü. Ya ki işleyen işleydi degan tabi kanuniyetki merkezleşidir. Bu kanuniyetki amel kıgalla qaysi milletin ve qandaq dinde bo'lishdan qat'i nazar bu dünyada netice kazanalaydı ve qilgan emgikinin meyvesini ko'ralaydi. Bu qonuniyatga xiloflik qilganlar qilmishining jazosini bu dunyoda har xil baxtsizliklarga uchrash orqali tortadi. Shariat qonuni Qur'oni Karim oyatlari yoki sahih hadislar bilan belgilangan shariat ahkomlari bo'lib, bu qil va qilma degan ikki so'zga markazlashadi. Shariat qil deb buyurilgan ishlarni mukammal o'rinlash, qilma deb ma'ni qilingan ishlarni qat'iy qilmaslik har bir mu'min musulmonga farzdir. Shariat qonuniga amal qilganlar dunyo va oxiratda baxt saodatga, huzur, halovatga erishadi. Uning xiloflik qiluvchilar qilmishining jazosini avval bu dunyoda, ondan oxiratda tortadi. Payg'ambar alayhisalom mushu qonuniyat bo'yicha ish ko'rgan bo'lib, bir tarafdan musulmonlarni iymon va axloq jihatdan yetishtirsa, yana bir tarafdan ularni kuch-quvvat tarafdan yetishtirgan. Natijada chorak asrga yetmaydigan bir vaqt ichida Arab yerim oralida umumlashtirib bo'lgan. Payg'ambar alayhisalomdan keyin xalifalar Payg'ambar alayhisalomning izini besib manganlikdan to'xtamay ilgirlash va kuchlanish natijasida shu vaqtda dunyoni titratadigan eng kuchli Rim va Paris imperatorligini mag'lub qilib, ularning hokimiyati ostida ezilgan xalqlarni insonlarga cho'qinishning xorliqidan Alloh taologa ibodat qilishdan iborat azizlik chiqargan. Yani şu yolda izchil menib Asiya, Afrika ve Yevropadan ibaret 3 qit'ada hokimiyat yurgizgan edi. Ular Alloh taologa tavakkul qilish bilan sabab qilish o'ttirsidagi munosabatni nihoyat yaxshi tushungan va barliq ishlarni mushu tushunch ustiga qurgan edi. Chunki haqiqiy tavakkul qo'lidan kelgan sabablarni qilish bilan birga Alloh taologa tayinishdir. Oddiy bir dehqonning Alloh taologa tavakkul qilishi oldi bilan yerga urug'ni selib, uni sug'urib, uningga yetarlik o'g'it qatorliqlarni selib, dehqonchilikda yetarlik parvishlarni qilgandan keyin ochliqning chiqishini Alloh taologa topshirishidir. Payg'ambar alayhisalom sabab bilan tavakkulni birlashtirib mondoq degan.
İhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Yani özüngə mənfəətlik iş qıtırışqın və Allah'tan yardım diligin. Bu hadisdeki özüngə mənfəətlik iş qıtırışqın degan cümlə meyli dünyalıq bolsun yoki ahiretlik bolsun, özüngə foydalıq bolğan işni amalga oshirish uchun qo'lingdan keladiganligi sabablarning hammasini qilgin. Niyatingda, himmatingda, sharkitingda va tadbirlaringda aktiv va jiddiy bo'lgin deganni. Allohdan yordam tiligin degan jumla Alloh taolaning qudratiga va sana yordam qiladiganligiga chin dilingdan ishonib, uningga tayongin. Ishingning natijasini Alloh taolaga topshirgin deganlikdir. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, bir odam payg'ambar alayhisalomdan avval to'gamni bog'lab, ondan Alloh tavakkul qilaymi yoki to'gamni qo'yib berib, ondan Alloh tavakkul qilaymi deb so'ragan. Payg'ambar alayhisalom uningga avval to'gangni bog'lagan, ondan Allohga tavakkul qilgan degan. Sababga cho'qinish kufrlik, tayyor topliq, osiylik. Sabab qilish bilan billa Allohga tayinish haqiqiy mu'minlikdir. İslamning oltin davrlarida ilmlar diniy ilm, fanniy ilm deb ayrilmaydi. O'z vaqtida musulmonlarning orasidan chiqqan Jabir ibn Hayyan, Abu Bakr Razi, Biruni, Xorazmi, Farabi, Ibn Rushdi, Ibn Haysam, Ibn Sina qatorliq son-sanoqsiz ulamolarning har biri dinda olim bo'lganning sirtida falsafa, meditsina, matematika, ximiya, astronomiya, fizika, biologiya qatorliq ilm-fan sohalarida eng avval fikr yurgizib, bu fanlarning nazariy asoslarini turg'izgan kishilar edi. Ularning ko'plari diniy sohalarda kitob yozgandek, yuqorqi ilm-fan sohalaridami ko'plagan qimmatli asarlarni yozgan. Demak, ular ilmni diniy ilm, fanniy ilm yoki dunyolik ilm, oxiratlik ilm deb ayirmagan. Hammani o'qigan va hammaga ko'ngil bo'lgan. Musulmonlarning tunji doktorxonasi miladi 706-yili Umaviylar xalifasi Valid ibn Abdul Malik davrida Damashqda borliqqa kelgan bo'lsa, Angliyada tunji doktorxona 14-asrda borliqqa kelgan. Musulmonlar miladi 707-yili Damashqda tunji oq kasallar doktorxonasi solgan bo'lsa, Yevropada 1313-yili podshoh Filip davrida oq kasallarni bir yerga to'plab ko'ydirib o'ldirish haqida qaror chiqarilgan ekan. Chunki ularning e'tiqodi bo'yicha oq kasallar Allohning g'azabi va davlatga shumliq keltiradigan ofatlar deb sanaladi ekan. Musulmonlarning tunji universiteti miladi 737-yili Tunis shahrida qurilgan Zaytuna universiteti bo'lib, hozirmi mushu ism bilan davomlashib kelmoqda. 830-yili Bag'dod shahrida Baytul Hikmat bilimgohi, miladi 859-yili Marokashning Fas shahrida Qarawin universiteti, 970-yili Qahira Azhar universiteti qurilgan. Bu universitetlar hozirmi mushu ism bilan davom qilib kelmoqda. Yevropada tunji qurilgan universitet 1090-yili bo'lib, podshoh Roger II musulmonlardan ilhomlanib qurib chiqqan ekan. Ondan 1222-yili Italiyada Padova universiteti qurilgan ekan. Musulmonlar miladi 751-yili Talas urushida Xitoylarni yengandan keyin urushga qatnashgan Uyg'ur qatorliq millatlardan qog'oz ishlab chiqarish san'atini o'rganib olib, Samarqand shahrida tunji qog'oz zavodini qurgan. Musulmonlarning tunji bosmaxonasi miladi 900-yili Bag'dodda borliqqa kelgan. Ondan Damashq, Fas, Andalus qatorliq joylarda bosmaxonalar va kutubxonalar qurilgan bo'lsa, bu taraqqiyotni musulmonlar Yevropaga 13-asrda yetib olgan. 10-asrga kelganda Ispaniya, ya'ni Andalusdagi Qurtuba shahrida 700 masjid, 60 ming qasr, 70 kitobxona borliqqa kelgan bo'lib, bu kitobxonalarda 600 mingdan ko'proq kitob bo'lgan. Shu vaqtda Qohira kitobxonalarida 2 milliondan ortiq kitob bo'lgan ekan. Islom binokorligining izlari Ispaniyada hozirmi o'zini namoyon qilib turmoqda. Har kuni minglarcha sayohatchi ziyorat qilib turdi. Jabir ibn Hayyan Sham diyorining sharqida dunyoga kelgan musulmon arab olim. Ximiyada dunyoning ustozi deb nomi bor. Nega kelib qoldik? Alloh taolo bizga dushmanga taqobil turish uchun ularga qarshi qo'linglardan kelishcha kuch, jang etib tayyorlanglar. Uning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmanini va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitisizlar deb buyurgan. Oyatdagi dushmanlarni qo'rqitisizlar deganning ma'nosi, sizlar kuchlik, qudratli bo'lsanglar, sizlarga xiris qilmoqchi bo'lganlar
va sizlarni bo'zaq qilmoqchi bo'lganlar sizlardan ayminib, sizlardan qo'rqib, sizlarga cheqila olmaydi deganlikdir. Payg'ambarimiz va islomning oltin davrlarida yashagan musulmonlar Alloh taolaning bu ko'rsatmasining ma'nosini obdan tushungan va to'liq amal qilgan. Ular shu zamonlarning eng qudratli va kuchli qorallari bilan qorallangan. Shunga ular uch qit'ada islom bayrog'ini lapildatgan. Hozirgi zamonda kuch faqatli fan texnika bilan bo'ladi. Fan texnika ilm-fanni o'qish bilan qo'lga keladi. Oyatdagi kuch degan so'z har qanday moddiy va ma'naviy kuchlarni ifodalangan bo'lib, qoral kuchi, ilm kuchi qatorliq har qanday kuchni o'z ichiga oladi. Afsuski, biz musulmonlar 16-asrdan keyin tarki dunyolik targ'ibotiga berilib ketib, ilmni diniy ilm va fanniy ilm yoki oxiratlik ilm, dunyolik ilm deb ayirib olgan. Ilmi kalom, falsafa degandek oyog'i chiqmaydigan ilmlarga cho'kib ketib, fan texnik o'rganishni butunlay qo'ldan bergandan keyin bizning ahvolimiz oyatda ko'rsatilgan qo'rqitishdan qo'rqishga o'zgarib qoldi. Biz dushmandan qo'rqib, mushvalga kelib qoldik. Bütün islom dunyosi dushmanlardan qo'rqib, ularga qo'yib berib, mushvalga kelib qoldi. Islom dini o'zining to'g'ri aqidasi va ilg'or shariati bilan hayotlikning bütün sohalarini o'z ichiga olgan. Hokimiyat tuzumi haqiqiy demokratiyaning javharini tashkil qilgan. İnsanlarning mayli ular musulmon bo'lsin yoki boshqa dinlarga e'tiqod qilsin, hammasining baxtlik va farovonlik ichida umr surishiga kafolatlik qilgan. Taraqqiyotga, ilm-fanga qattiq tashabbus qiladigan, har tarafdan mukammal bir dindir. Yevropa xalqi mustabid cherkovlarning besimdorligidan qutulgandilar, hayotlikning ta'minini tetiy olgan bo'lsa, musulmonlar islom dinining ruhidan yiroqlashgan, siyosatni boshqalarga berib qo'yib, o'zlari tarki dunyolikni tanlab olgandan keyinlar xor zabulliq, ojizlik, ezilish, mustamlik qilinish, kuchliklarga beqinish, o'zlarining haq-huquqlaridan mahrum bo'lish, boshqalar sizib bergan andiza ishida harakat qilishga majbur bo'lish qatorliq baxtsizliklarga giribtor bo'ldi. Xristianlarning aksicha, musulmonlarning beshiga kelgan musibatlar va xo'rliqlarning hammasi bu dinni hayotlik sohalarida to'liq joriy qildira olmaganlikdan, ajdodlarning 3 qit'ada hokimiyat yurgizgan oltin davridagiga o'xshash tadbiq qila olmaganlikdan bo'lgan. 11-asrda yozilgan va biz shuncha cho'ng biladigan, hatto ulamolar hamma ilmni o'z ichiga olgan mukammal kitob deb ta'riflab kelgan Ihyoul Ulumuddin degan bir qancha tomli qadimiy asarni o'qigan edim. Bu asarning birinchi bobi mol dunyoni suyishning yomonligi deb boshlangan. Afsuski, shu zamonlarda tarki dunyolik targ'iboti nihoyat kuchli ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda mol dunyoni xayr, ya'ni yaxshilik deb atagan. Payg'ambar alayhisalom yaxshi mol dunyo, yaxshi odam uchun nima degan yaxshi deb maqtagan tursa, bizning ulamolarimiz mol dunyoni kishilarga eng razil narsada qilib ko'rsatgan. Mol dunyo shundoq yomon ko'rsatilgan yerda ilm-fan texmi bak yomon ko'rsatilgan. O'z vaqtidagi jaholat kuchlari astronomiyada natija qozongan o'zbek olimi Ulug'bekni murtad bo'ldi deb uni o'zining o'g'liga o'ldirgizganligi va hayotini xalqimizning jaholatdan qutuldirish yo'liga beg'ishlagan buyuk olim Abdulqodir Domullan boshlagan aqart harakatini jaddizm deb ayblab, marhum olimni bir sotqonning qo'li qatl qilganligi buning misoli. Biz Uyg'urlarning cho'kishi barcha islom dunyosining cho'kishi bilan munosabatlik. İslam dünyasida umumlashgan islom aqidalaridan yotlashish, islomning maqsad va g'oyalaridan yiroqlashish, xurofotlarni din deb qabul qilish, ilm-fan bilan mol dunyoni yomon ko'rish va yomon ko'rsatish qatorliq salbiy xohishlar biz Uyg'urlarga ta'sir qilgan. O'z vaqtida islom axloqiy va islom prinsiplari bo'yicha ish ko'rib, toza kuchlangan va 11-asrda hokimiyatini Osiyoga qadar kengaytgan qudratli Qaraxoniylar davlati 13-asrdan keyin ojizlashishga va munqariz bo'lishga qarab yuz tutgandek, Uyg'urlarning e'tiqodi, axloqiy va o'zgichiligi butunlay xato, ozg'un ideologiyaning asiriga aylanib qilib, to'g'ri e'tiqod, to'g'ri siyosat va to'g'ri prinsiplardan yiroqlashtirilgan. Qutatg'ubilik ideyasi bilan Turk tillar divoni ideyasi keyingi o'rta asrdagi tasavvuf ideviy iqimdan qattiq ta'qib qilishiga uchragan. Qutatg'ubilikning muallifi Yusuf Qasojib bilan Turk tillar divonining muallifi Mahmud Kashg'ari islomni va islomning maqsad g'oyalarini Qur'on va hadisda ko'rsatilgan bo'yicha to'g'ri tushungan zotlar edi. Qaraxoniylarning qurg'uvchilari bo'lgan Uyg'urlar 950-yillardan boshlab islom dinini davlat dini deb qabul qilgan. Shu chog'larda yashagan Uyg'urlarda
islom diniy markazlikidagi madaniyat jo'sh urib rivojlangan. Bu ikki buvimiz taqvodor, o'lima zotlar edi. Ular o'z vaqtida Qarixonilar davlatining taraqqiyoti uchun ko'p kuch chiqargan. Mahmud Qashqari barliq turkiy xalqlarning yerlik shivillarini to'plab chiqib, arablarning va boshqa millatlarning turk tilini o'rganishi va turkiy xalqlarning o'z tilini qo'g'dab qolish uchun dunyoga mashhur Divoni lug'at turk asrini qoldirib ketdi. Va oxirgi umrini Qashqarning Upol degan yerida taliblarni o'qitish bilan o'tkazdi. Yusuf Xos Hojib bo'lsa islom ideologiyasini, islom axloqini va islom prinsiplarini o'z ichiga olgan mukammal baxt saodat ochqichini qoldirib ketdi. Qutatg'u bilik oila axloqidan boshlab davlat tuzumigachilik, harbiy bilimlar, davlatning boshqa allar bilan bo'ladigan munosabatiga aloqador bilimlar, adolatni barpo qilish haqida prinsiplar qatorliq insoniyatga kerak bo'lgan bilimlarning hammani o'z ichiga olgan. Bu ikki buyuk olimning farzandlari bo'lgan biz Uyg'urlar 13-asrdan beri ularning bu ikki mashhur asrdan xabarsiz yashab kelgan bo'lib, faqat 20-asrning 80-yillarida Turkiyadan keltirilgan faksimil nusxalari orqali ular bilan tanishdik. Bu ikki buyuk asar to'g'riliq vatan ichki sirtida ko'plagan ilmiy yig'inlar uyushtirildi. Bu ikki asarni tanishtirib, yuzlarcha maqolalar yozildi. Shuningdan keyin biz Uyg'urlar bu ikki buyuk buvimizning borligini bilib, ular bilan cho'nqur iftixorlangan bo'lsak-mu, ularning bu qimmatli asarlardan bahra olishga tirishmadik. Bo'libmi Qutatg'u bilikdagi ilm hikmat dordonalaridan, bizga saodat yo'lini ko'rsatgan o'gitlardan foydalanib, hayotimizni afzallikka qarab o'zgartirishga intilmadik. Biz Qur'on va hadisning ruhini o'ziga mujassam qilgan bu shonliq asarning varislari bo'lgan turib, uningga varislik qilamadik. Aslida Qutatg'u bilikdagi mazmunlarni boshlang'ich maktab darsliklaridan tortib, oliy maktab darsliklarigacha baldoq kirgizib, an'anaviy ilm tarbiyaning muhim mazmuniga aylantirish davrimiz taqozo qilayotgan muhim zaruriyat edi. Bu ish hozirgacha qilinmadi. Hamda buni chet ellardagi Uyg'ur maktab va madrasalarda qilish tamoman bo'ladi. Qutatg'u bilik tadqiqoti bilan shug'ullanib kelayotgan Uyg'ur olimlarining kuzatishicha, o'tgan asrning 80-yillardan boshlab Uyg'urlar bu qimmatli asar bilan tanishgan bo'lsa-mu, bu asarning hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi nazmi nusxasini to'liq o'qib chiqqan odam umumiy Uyg'ur nufusining 1% ga yetmaydi ekan. Afsuski biz bu qimmatli asar bilan faxrlanishni bilibdik. Ammo uningdagi hikmatlardan bahra olishni bilmabdik. Bu bizdagi kitob o'qish nisbatining intoyin tuvanligidan bo'lsa kerak. Biz islomni to'g'ri tushunib, islom bilan qudrat topgan va islom bo'yicha yashab azizlikka erishgan ajdodlarimizning yo'lidan chiqib ketgandan keyin bizdagi azizlik xorliqqa, mustaqillik beqindilikqa, kuch-qudrat ojizlikqa aylanib qoldi. Barcha islom ellari har xil shakldagi mustamliklarga uchirgandek, bizmi 2 asrdan ko'proq vaqtdan beri mustamlikada qoldik. Endi nima qilish kerak? Oldi bilan o'zimizning aqidasini, axloqini, islomiy tasavvurimizni isloh qilishimiz kerak. Bu Qur'on va hadisga murojaat qilish va bu ikkisining ruhi bo'yicha qad ko'tarishga qarab qadam bosish bilan bo'ladi. Ikkinchi, har qaysi ilm sohalarida, iqtisodda, tashviqotda va zamonimiz taqozo qilayotgan hamma sohalarda kuchlanishimiz kerak. Chunki beshimizga kelgan kulfatlarning hammasi ojizligimiz sababidan kelgan. Uchinchi, hozirgi mushu paytda musulmonlarning, xususan biz Uyg'urlarning fan texnik egilishimiz tafsir, hadis va fiqh o'qiganga o'xshash zarur va muhimdir. Shunga farzandlarimizni ham dinda, ham fanda o'qitishimiz lozim. 4. Biz ona vatandagi maktab hukmi bilan Turkiyadagi va boshqa islom allaridagi maktab hukmini ayirib olishimiz lozim. Ona vatanda maktab deyilgan hamon otizmchilarning ideyasini tashviq qiladigan o'rin esimizga keladi. Ammo Turkiyada va boshqa islom allarida maktab ham fanni ham diniy bilimlarni beradigan o'rindir. Shunga bolalar diplom beradigan rasmiy maktablarda o'qishi lozim. Ilm bir qoral, diplom bir qoral. Hozir dunyoning hamma yerida mush ikki qoral bilan dinimizga, vatanimizga xizmat qilib bo'ladi. Chunki ilm bo'lmasa zodi bo'lmaydi. Ilm bo'lib diplom bo'lmasa yana bo'lmaydi. Chunki diplom bo'lmasa shu ilmni o'rgatkili sahna hozirlik qilib bo'lmaydi. Hozirgi dunyo kishilarning qo'sqidagi bilimni qo'lidagi diplom orqali qilib biladi. Diplomi bo'lmasa ilmiy sohada ish qilib qo'ymaydi. Shunga ilmmi kerak,
diploma kerak. 5. Alloh taolaning ikki kitobi bor bo'lib, biri Qur'oni Karim, yana biri tabiatdir. Biz musulmonlar Alloh taolaning har ikki kitobini o'qishga buyurilgan. Alloh taolaning Qur'on nomli kitobini o'qish orqali aqidamizni va axloqimizni to'g'rilay olamiz. Tabiat nomli kitobini o'qish orqali Alloh taoloni va uning cheksiz qudratini, go'zal san'atlarini taniymiz. Alloh taolaning tabiat nomli kitobini o'qigan olim bir tal qora donasida ilohiy san'atni, mukammal loyihalangan go'zallikni ko'radi. Shubhisizki, buning bilan Allohning mahoratini va hikmatlik ish qildiganligini biladi. Ammo shaylarga yuzaki boqadigan olim qor donasini muzlagan suv deb ko'radi. Demak, fanniy ilmni yo'lida ishlatsa, u Alloh taoloni tanitadi. Angliyalik faylasuf Herbert Spencer mundoq degan: tabiiy fan ilmlari bilan shug'ullanish ibodatdir. Chunki tabiiy fan ilmlariga ishkirlab kirish biz sirlariga yetib bo'lolmay dardlanayotgan va asta-asta bilayotgan shaylarning isilligini e'tirof qilish. Ondan ularni yaratgan zotning cheksiz qudratini tonish demakdir. Bu og'zoki tasbih emas, amaliy tasbihdir. Bir tomchi suvni ko'rgan olim uning oksigen bilan hidrogendan ma'lum nisbatda tarkib topgan suv ekanligini, agar u o'zining shu normalligidan o'zgarib ketganda suv emas boshqa narsaga aylanib qoladiganligini obdan biladi. Buningdan Alloh taolaning qudratini va hikmat bilan shundoq o'rlashtirganligini tushunadi.